Qayt so'rasın sen qaraqat tatangni. Mashinani beraydim. Ne deysin sana? Bermayim dedi. Bermayim değil mi? Ata. Men qizim yüzüme oturgan dedi. Ne deydi? Men qizim yüzüme oturgan dedi. Siz oturgan dedi. Maqalashib ketdi o. Siz ne deysen sana? Men kızıma değil mi? Men qizim yüzüme oturgan sen oturgan. Yok ustamang da değil mi? Ne deydi? Qo'limni bir oqib tinmesin dedi. Kimga aytadi o'zi? Mağa? Sana mı? Ata. Vaqtachaq desa. Mashinasiga o'tirsa ne deydi? Men bilib turmagan, o'tirman men qizim yüzüme oturgan dedi. Yok, mashinasiga o'tirsa. Eshitdingmi ustamanglar deymi? Siz qayer? Bir ushi tinmesin dedi o. Qo'ldan ush deymiz deymi? Onda mashinasini bermaydi desa ertaga ha? Mashinani Benzinga dedi o kishida. Qayerga? Jincha. Bizda mega makinaga olib kelib dedi shu qo'yib. Yo'q, aparmay benzinga dedi o. Sana ne dedi qaraqat? Men o'zida yo'qim. Yaqin. Qanday qildi? Atang ne deydi atang? Bizning Aysha qiz qalay suvma deb seni so'raymi? Aysha Bala qaradim. rahmatli. Ha? Ayshalar qaravarda dedi. Qaramanglar deydi? Aysha qaradim dedi. Ha. Sen ne deysin? Aysha juzlamadı mı dedi. Aysha juzladı mı dedi. Sen ne deysin? Ya bukuyum ya. Aslında Cansayaman qazınani kim turg'izgan? Aziz. Turdar degan ba. Degan qizlar uxtamaydi degan ba. Ha? Kızlar yakamaydı şarkı çıkarmışsın. Şu yerden tatangisi ne aytasan tatanga? Maşram berdi. Biz 2 kun qidiramiz deb aytganda. Bermaymi? Birimizde o. Nega? Kızın aldık o. Kızın asırıp durdu. Berisi kelmaydi desa, yerdan Aysha sal o'ssin, jumsaymizga. Esing oldi suv qo'y Aysha deymiz. Shaydamda Aysha deymiz da, ya? Akses bormi? Ha? Akses bormi? Qaraqa jumsaydi qo'y aytang. Men şu 7. klasga o'tdim, o'ylab aytdim. Ha? Sen jet o'qiganda ol nolabay o'qiymi? O 7. Kaç 7 desin be?